ئامېرىكا خىتاي سودا ئۇرۇشىدىن خىتاينىڭ كەلگۈسىگە نەزەر. ئاپتورى ئاسىيە ئۇيغۇر. Həmmimizге ma'lum bo'lganidek, bu yil Amerika Xitay soda urushi bu yilqi eng qiziq nuqtali xabarlardan biri bo'lib qoldi. Ya'ni dunyodagi darajadan tashqari cho'ng davlatlar orasidagi bu soda urushining oqibati haqiqatanmi dunyo siyosiy tartibiga ta'sir yetkazish ehtimolligi bor deb qaralg'achqa. Dunyo jamoati bu urushning oqibati haqida har xil farazlarni o'tirib qo'yishga boshladi. Albatta, bu urush o'z navbatida Xitoy hukumati tarafidan ig'ir zulmga uchrab, yo'qlish xavfiga duch kelayotgan Uyg'ur xalqiga nihoyatda zo'r umidlarni bag'ishlamoqda edi. Shu sabab tövəndə Amerika Xitay soda urushining hozirgi taraqqiyoti va kelgusi haqida anglag'anlarim hamda bu haqda o'ylaganlarimni qarindoshlar bilan o'rtoqlashishni xohlayman. Nurg'un kishilar Amerika Xitay soda urushi boshlanishi bilanla bu urushni faqatla iqtisodiy urush deb qarashdi. Hatto nurg'un analizchilar bu soda urushida Xitoy g'alaba qilg'uchi, Amerika mag'lub bo'lg'uchi bo'ladi degan farazlarni o'tirib qo'yishdi. Bundaq bo'lishidagi sabab Xitoyning hozirgi iqtisodiy va harbiy kuchlarini Amerikadan eshib ketdi deb o'ylaganliklari uchun edi. Aslida Xitoyning Tsinghua universitetining professori, davlat ahvoli tadqiqot akademiyasining akademiki Xu Angang 2015-yili Xitoyning iqtisodiy kuchini Amerikadan allburun eshib ketdi degan qarashni o'tirib qo'ygan bo'lib, Xitoyning tashqi siyosatimi albatta mushundaq tadqiqotchilarning analiz asosida maydonga kelib yurgizadiganligi aniq. Shu sabab barliq tashviqotlardimi o'zlarining dunyodagi yangi bir kuch, ya'ni Amerikaning o'rnini besib, dunyoning yangi xo'jasi bo'lganligini pash qilish avj olgan. Balki Xi Jinpingning Mao podshohdan ustun bir imtiyozlarga erishib, faqat Xitoyningla emas, balki butkul dunyoning xo'jasi bo'lish orzusi bu tadqiqotchilarning analizi bilan pishib, voyaga yetib, Xitoyda ayni yillardagi madaniyat zo'r inqilobining qayta bosh ko'tarishiga sababchi bo'lsa, yana bir tarafdan Amerika Xitoy soda urushining bugünkidek keskinlashib ketishiga sababchi bo'ldi. Xitoyning favqulodda ko'ptirma tashviqotlardan xudini yo'qotgan ba'zi analizchilar Amerika Xitoy soda urushi Xitoyning muhinimi tavirtalmaydi degandek qarashlarni o'tirg'i qo'yishdan yaltaymidi. Hatto ba'zi analizchilar soda urushining mohiyatini iqtisod va manfaat munosabati bilan bog'lab, uning bir qitimliq ideologiya urushi ekanligidek haqiqatni e'tirof qilishni xohlamadi. Texmi ichinishliq bo'lg'ini, yana bir qism umidsiz kishilar bu soda urushida agar Xitoy Amerikaning talabini pul bilan qondirsa, bu soda urushi oqibatda tinchlanib, hamma ishlar o'z joyiga keladi deb qarashdi. Lekin yana ba'zi analizchilarning qarashi boshqacha bo'lib, bu qitimliq Amerika Xitoy soda urushi oqibatda Xitoyni ayni yillardagi Sovet ittifoqidek parchalanish girdoviga boshlab bordi. Xitoy bu soda urushida yoki tuzilma islohotini tanlaydi, yoki parchalanib vayron bo'ladi degan qarashlarni o'tirib qo'ydi. Undaqda soda urushining haqiqiy mohiyati nima? Soda urushi haqiqatan manfaat urushimi yoki demokratiya bilan kommunist iddiasi orasidagi ideologiya urushimi?
soda urushi rastilla Xitayning mo'yig'imi ta'sir ko'rsatalmamdi. Biz Xitay Amirika soda urushining xarakteri haqida so'zlashdan avval bu urushning yuz berish sabablariga nazar selib baqayli. Amirika Xitay soda urushining asosliq sababi Xitayning Dünya Soda Təşkilatıga a'zo bo'lganda bergan va'dasiga amal qilmaganlikdan kelib chiqqan soda aloqasidagi tengsizlikdan bo'lib, Xitay Clinton davrida Jurongjining hili mikri bilan Dünya Soda Təşkilatıga a'zo bo'lib olgandan keyin ayni yillari Amirikaga va'da qilgan chet el mollariga bojni kamaytirish, chet el korxonalarining Xitoyga kirishiga yo'l qo'yish, aqliy mulk huquqini qo'g'dash, Xitoyga kiradigan chet el mahsulotlarga bojni kamaytirish qatorliq nurg'un turlarga va'da qilgan bo'lsa-mu, ammo har xil bahona sabablar bilan bu va'daga amal qilmagan. Gerçi Clinton, Kichik Bush va Obama davrida bu haqda ko'p qitim so'zlashish ilib berilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy yanala o'z pardasida ketavergan. Oqibatda 2001-yili Xitoy Dünya Soda Təşkilatıga a'zo bo'lgandan tortib, toki Prezident Trump vazifaga o'ltirg'ichi bo'lgan oraliqda Amirika iqtisodiga zo'r ta'sirlarni ilib kelgan. Tövəndəki grafikda Xitayning ayni yillari Dünya Soda Təşkilatıga bergan bir qism va'dasi va ijro qilish ahvoli yozilgan. Prezident Trump vazifaga o'ltirgandan keyin Xitoy yana 100 kunlik planni o'ttirg'i chiqarib, Amerikaning kala go'shini Xitoyga import qilishga va'da bergan. Amaliyotda bo'lsa, Xitoy o'zidagi ikki cho'ng davlat egiligidagi korxonalarni Amerikaning kala go'shini import qila oladigan huquqqa ega qilish orqali Amerika kala go'shining Xitoydagi parcha setilish bahosining o'rlab ketishi bilan fuqarolar qabul qila olmagudak ahvolga keltirib qo'yish orqali Amerika kala go'shining Xitoydagi bozorini o'ltirgan. Prezident Trump vazifaga tayinlanishdan avval Amerika xalqiga ko'plagan va'dalarni bergan bo'lib, vazifaga o'ltirgandan keyin izchil turda bu va'dalarni amalga oshirish uchun harakat qilib keldi. Ya'ni Trumpning boj islohoti haqidagi va'dasida Xitoy bilan bo'lgan soda farqini azaytishmo bor bo'lib, dastlabda Trump Xitoyga Shimoliy Koreya masalasida Xitoyning rol o'ynashini nazarda tutib, qattiq muomala qilmagan bo'lsa-mu, ammo Kim Jong Unning Trump bilan bevosita ko'rishishi va keynidan yuz bergan Xitoyning Amirika, Shimoliy Koreya yadro qurollari masalasidagi pastkash qilmishlari soda urushining darajasini yanama bir baldoq yuqori ko'tardi. Darvaqa Amirika 2017-yili davlat bexatarlik strategiyasini o'ttirg'i qo'ygandan keyin 2018-yilda Amirika davlat bexatarlik dokladini e'lon qilgan bo'lib, bu dokladda Amirika 11-sentabr vaqasidan keyingi islom radikalligini davlat bexatarligiga tahdid elib keladigan eng cho'ng xavf degan qarashni cho'rib tashlab, Xitoy bilan Rossiyani Amerikaning birinchi darajalik dushmani qilib bekitgan. Hamda bizga ma'lum bo'lganidek, mana mushu dokladning maydonga kelishiga ergishib, Sharqi Turkistondagi lagerlar masalasining xalqaroga oshkor bo'lishi bilan Amerikamo Uyg'urlar terrorchi emas degan qarshini o'ttirg'i qo'yib, Uyg'ur xalqining Xitoy tajovuzchilarining Sharqi Turkistondagi qirg'inchiliklarni aybladi va da'voyimizning xalqaralashishda nihoyatda cho'ng rol o'ynadi. Mana bugun Amerika
diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dash tarafdori bo'lib, Xitayning Sharqi Turkiston xalqiga diniy e'tiqod sabablik elib borgan bostirishlarni oshkora ayblayotdi. Endi gapimizga qaytib kelaylik. Demak, Amirika Xitayni davlat bexatarligiga tahdid elib keladigan dushman deb bekitgandan keyin soda surkilishi asta-asta kuchayib, bugungi soda urushi darajasiga yetdi. Bu jarayonda Amirika Xitayga nihoyatda ko'p qitim bu soda urushidan aman qilish fursatini yaratib bergan bo'lsa-mu, ammo Xitay manmanchilik bilan buningga parvo qilmadi. Chunki Xitay Amerikaning necha navbatlik yumshoq mijozlik prezidentlarining raishligiga ko'nib qolgan bo'lib, Trumpning buncha qattiq qo'l, buncha rahimsizligini faqat Amerika degan qog'oz yo'lvas degan qarshi bo'yicha tasavvur qilib, o'zlarining allaburun Amerikadan iqtisodiy kuch jihatda halqib ketganligiga ishonib qilishgan edi. Ammo ko'rib turganimizdek, Amerika Xitay orasidagi soda surkilishidan soda urushi darajasiga ko'tarilgichi bo'lgan bu bir yildak vaqt ichida xalqaro vaziyatda nihoyatda ko'p ishlar yuz berdi. Masalan, Shimoliy Koreya masalasi, Xitayning Shimoliy Koreya masalasida o'yin o'ynashi, Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreyaning tarixiy xarakterlik uchrashishi, Trumpning soda urushini boshlashi, bir balvoq, bir yo'l strategiyasiga ovoz qo'shgan davlatlarning iqtisodiy to'lam krizisiga petib qilishi, Yevropa ittifoqidagi davlatlarning bir balvoq, bir yo'l strategiyasini qo'llamasligi, Malayziyadagi prezident almish vaqasi va Mahadirning vazifaga o'tirish bilanla Xitay bilan tuzilgan bir balvoq, bir yo'l planini amaldan qoldirishi, Pakistanning prezident almishishi bilan o'tirg'i chiqqan bir balvoq, bir yo'l strategiyasiga qarshi ovozlar, Turkiya bilan Xitay hamkorligi va hokazolar. Amerikadamo soda surkilishi sababli keyni-keyndan maydonga kelayotgan Xitayning Amerikadagi josuslik harakati vaqalari, Amerikaning aqliy mulk huquqini qo'g'dash to'g'risidagi tadbirlari, Ko'ngzi maktablarining taqilishi, Xitay fuqarolariga viza berish cheklamasi, yuqori fan texnikalik korxonalarga yoki tadqiqot o'rinlariga Xitoylarning kirishini cheklashi, Xitoyning 1000 kishi plani, Xitoy 2008-yili 1000 kishi plani degan nomda bir planni o'tirg'i qo'yib, 5-10 yilgacha bo'lgan vaqt ichida chet ellardagi yuqori fan texnika sohalaridagi yuqori qatlam kishilarni Xitoyga alohida ta'minotlar bilan qaytirib kelib, Xitoyning fan texnika taraqqiyotini kuchlantirishga boshlagan bo'lib, bu plan orqali Amerikaning nurg'un eng yangi fan texnikalari bu plan orqali Xitoyga xizmat qildirilganlikni tekshirish va 19-qurultayda Xitoy o'tirg'i qo'ygan 2025 planiga qarshi turish qatorliq nihoyatda keskin voqealar yuz berdi. Bir necha kunning oldida yana Amerika bilan Yevropa ittifoqining birlashib Xitoyga qarshi turish haqidagi bayonotimi o'tirg'i chiqdi. Shundoq dunyo vaziyati bu yil hammamizga boshqacha bir yangiliklarning oldimizda bo'lish ehtimoli borligidan derak beryapti. Demak, 2018-yili Amerika bilan Xitoy uchun emas, balki dunyo uchunmi favqulodda ahamiyatga ega bir yil bo'ldi. Shundaqla soda urushi dunyo vaziyatini keskinlashtirib, kishilarga o'tgan asrdagi Sovet ittifoqi bilan
Amerika o'ttirsidagi soğuq münasibətlər urushini əsiltishga başladı. Ondaqda hazırki Amerika Xitay soda urushining oqibati soğuq münasibətlər urushi basqichiga berishi mumkinmi? Biz bu savolga javob tepish uchun o'tmishga qaytib shu davrlardagi Amerika soğuq münasibətlər urushining sabab va natijalariga qarab baqayli.